Joriy yilda Qozog'istonda Navro'z raqamli formatda nishonlanyapti. Mamlakatda milliy sport turlari VR shaklida o'tkazildi. Buyuk dasht o'yinlari virtual maydonga ko'chirildi. Ularda zamonaviy texnologiyalar, an'anaga ehtirom va yoshlarning musobaqaga qiziqishi uyg'unlashdi. O'zkamenda o'quvchi va talabalar maxsus ko'zoynaklar yordamida o'tmishga sho'ng'idi. Kamondan o'q otdi, oshiq otdi, hatto to'g'izqumaloq o'ynadi. An'anaviy poyga o'rniga uchuvchisiz apparatlar bellashuvi tashkil qilindi. Eng muhimi, undagi o'yinlarning ko'p qismini bolalarning o'zlari ishlab chiqdi. Shu tariqa Navro'z an'analar va yangi g'oyalar maydoniga aylandi. Это здорово, то, что у нас в Казахстане. Qozog'istonda raqamlashtirish shu qadar rivojlangani qanday yaxshi. Texnologiyalar tobora takomillashyapti. Yoshlarga yo'l ochilyapti. Shunchaki har xil narsalarni hikoya qilishmayapti. Amalda nimalarnidir boshqarishlariga imkon berishyapti. Больших дронах, стабилизированных. На сегодняшний день Bosh maqsadimiz madaniyatimizni virtual, qo'shimcha mavjudlikda qayta yaratishdan iborat. IT texnologiyalar sohasida yoshlarga yo'nalish va turtki berish ko'zlanyapti. технологии.